Arab tilini o'rganishni xohlaysiz, lekin qiyin tuyulyaptimi? Unda ushbu video aynan siz uchun. Aniq maqsad qo'ying. Avvalo nima uchun arab tilini o'rganayotganingizni aniq belgilang. Qur'on o'qib tushunish uchunmi, ishlash uchunmi yoki boshqa? Agar maqsad aniq bo'lsa, o'rganish ham tezlashadi. Dastlab murakkab grammatikadan boshlamang. Kundalik hayotda eng ko'p ishlatiladigan so'zlar va iboralarni yod oling. Masalan, kayfa haluk, alhamdulillah bi xoyr, min ayna ant, ana min Uzbekistan va boshqa. Arabcha tovushlarga e'tibor bering. Arab tilida bizda yo'q tovushlar bor. Masalan, xo, ha, ayn, g'oyn va boshqalar. Shu tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish uchun ko'proq tinglang va mashq qiling. Grammatika va gapirishni birga rivojlantiring. Grammatikani faqat o'qibgina qolmang, balki amalda ishlating. Oddiy gaplarni tuzib gapirishga harakat qiling. Masalan, ana polibun, hada kitabun va boshqa. Doimiy mashq qiling va arabcha muhit yarating. Har kuni kamida 1 soat arabcha o'qing yoki tinglang. YouTube darslari, audio kitoblar, hatto arabcha qo'shiqlar ham yordam beradi.